Tekir mashinamizga propan uстановка qilganmiz. Reduktorimiz, Tamasetti, farsunka, высокоскоростной farsunkalar, ikkitalab filtrlar, многоразовый, одноразовый slankalari, akkuratli hamma narsa yig'ib chiqilgan. Chiroyli qilib qo'yganmiz. Balonning o'zini tushishi ham to'g'ri akkuratli bo'ladi. Har tomonlama chiroyli joylashgan bo'ladi. Hech narsaga xalaqit bermaydi. Urinda turadi. Buyog'iga ustiga yana krishkasini ham yopib qo'ysa bo'ladi. Yopilgan holat. Datchiklarimiz akkuratli uстановка qilingan, xalaqit bermaydigan qilib ko'rinishi. Mana programma qilish jarayonidamiz. Oxirgi etap qolgan. Programmadan keyin Xudo xohlasa inshaalloh chotki mashina yurishni boshlaydi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Chirchiq Megastar